Yo, salom hammaga obunachilar. Bugun men sizlar bilan Jahongir Play kanali. Bu kanalda sizlar ko'plab o'yinlarni o'ynaganimizni ko'rishingiz mumkin. Bugun sizlarga Counter'da Factory modida tushmalarga qarshi o'ynaymiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Like tugmachasini qizartirib qo'ying. Sizdan juda katta minnatdor bo'lamiz. Yana keyingi video kim bilan chiqishini ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Agar mana shu video bir mayli 20 tacha like bersin, 20 tacha. Ko'p so'ramayman chunki men kanalimda yangi obuna bo'lib qo'ysangiz sizlardan katta yordam bo'lardi. Foto bularni iziga qo'yganman, uyga tashlab qo'yganman. Shuning uchun like tugmasini bossanglar, 20 ta like ko'p emas obunachilar. 20 ta like bilan 2 ta obunachi kelsa mayli mana shu videoda. Ikkinchi qismini ukam bilan chiqaramiz. Keyin shart nima bo'lishini ham kommentariyaga yozib bo'lsanglar bo'ladi. Ukam bilan chiqarganimda qaysi o'yin bilan chiqarishimni ham kommentariyaga yozsanglar. Hozir men yangi youtuberman, shuning uchun videolarni qo'yishim cheklangan. Uzog'igacha 5 minutgacha video olsam bo'ladi sizlar bilan. Iltimos va o'yinimga ham baho berib ketasizlar o'zinglar. Yana keyingi video nima haqida bo'lsin? PUBG, Minecraft, Roblox o'zinglarga yoqqan o'yin yozib keting. Voy. Qoch. Obunachilar qochamiz. Haromilar. Hozir qarang, devorlar tomon obunachilar, devorlar. O'qqa tortdi. Beramiz. Top. Voy, daha hech yo'q edi. Voy. Amayli akalar, bu qo'lim qiyshir ekan, o'tolmay qoldim. King sar otib ko'raman. Shuning uchun iltimos etaman, nima bo'lib qadishga qilinglar. Mana ketdik, let's go. Hammasini o'ldiramiz. Mana. Voy. Shu tortib ketyapti. Hozir shotganlar o'yinni boshlaymiz. Ukamning ham kanali bor, Hasanboyev Play degan kanal. O'sha kanalga o'tib obuna ham bo'lib qo'ysangiz juda katta minnatdor bo'lardim. Va bizda har hafta konkurs o'ynaladi va shuti bor, lednigi bor akkauntlar PUBG'dan. Kim kanalimga obuna bo'lsa va like yo'qsa, obunachilarim ichidan birortasini tanlab olaman-da. Unga akkaunt beradi. Shuning uchun obuna bo'lib voy o'lib qoldim. Короче, obunachilar. Mana let's go ketdik. Eng ko'p aktiv bo'lgan obunachimizga o'sha akkauntlarni berib yuboraman. Menda ham o'zi PUBG'man, bo'sh vaqtlarimda Counter o'yinini o'ynab turaman. ID'ni qoldirishim mumkin. Kim men bilan birga o'ynashmoqchi bo'lsa, yaramaslar. O'qla. Yo, mayo. Yaxshi, 37 ga chiqarsa. Meni hepayimga tutdi. AVM bor ekan plusda. Akalar, nimaga mana endi desert o'ynayman chunki bu yerda ko'p o'ynaganman men. Big desert bor. Hozir AVMda qanday o'ynashimni ko'rib olasizlar. Qani let's go akalar. Xo'p, serial degan bitta odam bo'lamiz hozir. Endi bitta AVM olaman, qarang akalar. Bitta AVM hammasini yopib tashlayman. Ketdi, let's go. What? Akalar, aybga bermaysiz, telefonim juda kuchsizroq, shuning uchun o'yin qotadi. Obuna bo'lib, bosib qo'ying. Akalar, AVMda Counter'da AVMda yaxshi o'ynayman akalar. PUBG'da bo'lsa 24 degan qurol bor, M24. O'shanda yaxshi o'ynayman. Ting. Ana kaska tushdi.
pastga tushdi. Jonni ketishini ko'ryapsizlarmi? Shunaqa jonni tez ketkizishni ham o'rgatib chiqishim mumkin agar so'rasang kommentariyada. Voy, lo'li, mana shu odamni lo'li deb yozib ketinglar, chichqoq bola ekan. Chichqoq bola deb yozib ketsang o'zim bilib olaman. Ana, let's go. Wow. Hozir 4 tagina odam qoldi. Yo-mayo. Tak, yaxshigina jon. Shunaqa slow motiondan jon ketishlarni o'rgatishim uchun kommentariyaga yozing. Bitta odam qoldi akalar. Pichoqda olaman. Pichoqda. Voy, o'ldirib qo'ydi-yu. Akalar, video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yana qaysi o'yinni o'ynashimni. Shuning uchun akalar, hammanglar bilan bugunchalikka xayrlashamiz. Xayr, sog' bo'linglar, joningiz sog' bo'lsin.